Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 24-28 fevral kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxanov Toshkent markaziy temir yo'l vokzalida yo'lovchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, byurokratiya va korrupsiyaning oldini olish, raqamlashtirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar bilan tanishdi. Sohada korrupsiya va inson omilini oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ijobiy ishlardan biri chiptalarni elektron sotish tizimini joriy qilinganligi bo'ldi. Akmal Burxanov yo'lovchilarga yanada qulaylik yaratish maqsadida bunday terminallarni nafaqat vokzallar hududiga, balki tuman shaharlarda ham fuqarolarga qulay bo'lgan joylarga o'rnatish choralarini ko'rish maqsadga muvofiqligini qayd etdi. Bundan tashqari kutish zali hamda vagonlardagi sharoit va boshqa xizmat ko'rsatish bilan bog'liq masalalarda yo'lovchilarning fikr-mulohazalari va takliflari o'rganildi. Agentlik tomonidan davlat xaridlari va boshqa sohalarda o'tkazilgan o'rganishlar natijasi bo'yicha vazirlik idoralariga 2 taqdimnoma, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga 2 so'rovnoma yuborildi. 7 normativ huquqiy hujjat loyihasi korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazildi. Agentlik direktori yuridik fanlar doktori Akmal Burxanov yuristlar malakasini oshirish markazida adliya organlari va muassasalari rahbarlarining malakasini oshirishga qaratilgan o'quv seminarda ma'ruza bilan ishtirok etdi. Ma'ruzada manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning jamiyat va davlat uchun ahamiyati, xususan ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiya holatlarini bartaraf etishdagi dolzarbligi xususida atroflicha so'z yuritildi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan sa'y-harakatlarni yanada faollashtirish borasida ham o'zaro fikr almashildi. Agentlik hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining Afg'oniston, Markaziy Osiyo, Eron va Pokiston bo'yicha mintaqaviy vakili bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda hamkorlikning joriy holati va istiqbollari, shu jumladan qo'shma loyihalar samaradorligi masalalari ham muhokama qilindi. Agentlik direktori korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi elektron platformasi faoliyatini samarali tashkil etish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida huquqni muhofaza qilish akademiyasida bo'ldi. Virtual akademiya elektron platformasida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish, maxsus o'quv dasturlarini maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlari bilan moslashtirish choralarini ko'rish lozimligini qayd etdi. Shuningdek, agentlik tomonidan e'lon qilinib kelayotgan reytinglarda qoniqarsiz ko'rsatkichlarni qayd etgan davlat idoralari va tashkilotlari mas'ul xodimlari uchun maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish maqsadga muvofiqligi ta'kidlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huzuridagi ekspertlar guruhi a'zolariga korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 2023-2024 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi ijrosi yuzasidan taqdimot qilindi. Shuningdek, kelgusidagi faoliyatga oid taklif va mulohazalar tinglandi. Agentlik direktorining navbatdagi fuqarolar qabuli bo'lib o'tdi. Unda fuqarolarning murojaatlari to'liq tinglanib, muammolarning yechimi bo'yicha tegishli huquqiy tushuntirish va maslahatlar berildi. Ijrosi o'rganish va vaqt talab qiladigan murojaatlar bo'yicha fuqarolardan tegishli tartibda ariza va shikoyatlar qabul qilinib, ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 82 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 1253 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 60 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 1253 yoki yantikor.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.